Samarqanddan aloqaga chiqqan akamizning do'konlariga yetib keldik akalar, ko'rib turibsizlar. Bizga o'xshab elektr instrument hamda mana shunaqa mechevka instrumentlarni sotar ekanlar akalar. Agar sizda ham xuddi shunaqa do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqurasiz. Biz sizga tovarlarni yetkazib beramiz akalar. Qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol aloqaga chiqurasizlar. Hozir mana Samarqanddan aloqaga chiqishgan, Samarqandga yetib keldik. Eng zo'r taraflarini aytaman akalar. Do'koningizga boramiz, klientlaringlarni o'rganamiz. Nima sotyapsizlar, qanaqa mahsulot, qanaqa sifatli mahsulotlar sotyapsizlar, barchasini o'rgangan holda biz o'zimizning mahsulotlarni sizga taklif qilamiz. Sotish ekan deb har baloni tiqib tashlamaymiz, qo'pol qo'yib aytganda sizlarga kerakli mahsulotlarni o'zimiz bilib taklif qilamiz. Klientlardan kelib chiqqan holda bundan tashqari eng zo'r tarafi yana bitta, bizdan mahsulot olishni boshlaganingizdan keyin agar bizga Instagramimiz orqali donali klientlar chiqadigan bo'lsa, misol uchun hozir Samarqandda mahsulotlarimizdan qo'yadigan bo'lsak, Samarqandlik okalarimiz uchun shu do'konni lokatsiyasini beramiz. Bemalol kelib shu yerdan olishsa bo'ladi. Sizda ham xuddi shunaqa imkoniyat bo'ladi akalar. Buxorodan bo'lasizmi, Navoiydan, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol aloqaga chiqurasiz. Bundan tashqari biz sizga mana shunaqa qo'shimcha Instagram xizmatlarimizdan, reklama xizmatlarimizdan bonus sifatida qo'shib beramiz akalar.